Shuhrat mana shu rostdan 53 mingga berib yuborishyaptimi? Shunaqa aka, oxirgi qolganiga aksiya qilib berib yuborishyapti aka. Lekin bahaybat-ku, mana bu ko'rinishini qarang, vaqti bahaybat-ku bu. Lokatsiyasi ham lekin vaqti zo'r joyda. Nazarbek katta ittifoqqa kelganmiz. 2-3 kilometr nari berisida Ibn Sinoga chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yoqdan Yangi Toshmi, orqadan Nazarbekka chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q joylar. Hop, Temurli lokatsiyaga vaqti zo'r ekan, 1,5 sotuvga tushgan ekanmi? Shunaqa qilingan ishlarni ham ko'rishingiz mumkin. Gips kardondan chiqarilgan elektr montaj ishlari bo'lgan. Yo'l qismini ko'ryapsizlar. Balandligi ham 2,5 metr, 3 metr atrofida. Ozgina kassoroq hovli qismini ko'ryapsiz. Kichkinaroq bo'lsa ham qolgan. Hop, hovlisi sal kichikroq ekan. Masalan, endi juda katta minusga kirmaydi-yu, nu bor-da hovlisi. Yozgi oshxona qilish imkoniyati bor lekin. Hop, ichkariga kirganimizda mana bu yog'i oshxonaga mo'ljallangan bu. Chap tarafimiz o'rta razmerda zal joylashgan. Gipsi karton elektromontajlar bo'lgan ekan. Bu yoq tarafda yana bitta xona bor ekan. To'g'risida bitta общий sanuzul joylashgan, aka. Bu yoqda mana bu zinani tagiga mana shunaqa unumli foydalanib yuborilgan ekan. Bitta sanuzuli bor ekan. Ikkinchi etajda ham 4 ta xonami shunday. Shunaqa, ikkinchi etajda ham ikkita o'g'il bolalar va qiz bolalar uchun bolalar yotoqxonasi qilingan, bitta ota-onalar yotoqxonasi, ikki kichkina razmerda zal joylashgan. Umumiy hisobda 6 ta xonaga ega bo'ldi, aka. Narxi lekin vaqti shikalat, joyga nisbatan 53 ming dollar so'rashyapti. Mana xonadonimizni ko'rdinglar, kimgadir shu xonadonimizga qiziq bo'lsa, sirrochniy narxlarda super skidka qilib 53 ming dollar narxi belgilab sotuvga chiqarilyapti. Aloqaga chiqaringlar, sirrochniy baraka qo'riladi.